holatni bildirish, axborot berish mazmunida bo'ladigan hujjat hisoblanadi. Ma'lumotnomalarning ikkita turi bor: shaxsiy ma'lumotnoma hamda xizmat ma'lumotnomasi. So'zlarni teratsang bo'lasizlar. Hozir. Anlab. O'tamonga o'tmay. So'zlarni olmasangizlar tushunmaysiz so'zlar. Buning uchun nima kerakmi? Kamol? Nima? Gapirib turishim kerakmi o'sha joyda? Tegishli rekvizitlarni, maxsus zaruriy qismlarini qo'yamiz. Ya'ni sonli, nechinchidir, hujjatning raqami, sana. Bu joyga biz blanka holatda shakllantira olamiz hujjatni. Xohlagan o'sha xodimning ismi, ota ismi, familiyasini yozishimiz mumkin. Ishlaydi. Hozir siz qo'lingizdagi hujjat qismlarini joylashtirganingizda chiqishi, mana bu rekvizitlar mana bu tartibda joylashganligiga e'tibor qiling. Mana shu shakl chiqishi, yig'ilish, tadbir, konferensiyalarning qay tartibda borishini ko'rsatib turuvchi, u haqda ma'lumot beruvchi hujjat bayonnoma hisoblanadi. Qisqa bayonnoma, stenografik bayonnoma, fonografik bayonnoma hamda konspektiv bayonnoma turlarini farqlashimiz kerak. Qisqa bayonnomalar bu juda ko'proq o'sha masalalar ko'proq qo'yilgan bo'lsa, ko'proq masalalar tahlil qilinadigan ixtilof qismlari bo'lmaydi. Biz buni to'liq bayonnoma sifatida ko'ramiz va keyin qaraysizki, masala muhokama qilinmasdan turib, qaror qisqa yoki juda ham qisqa holda berilib, bu yoqda qaror qilindi qismiga o'tib ketamiz. Bayonnomani ochaylik-da. Qarang, men aytib ko'raman, siz to'g'ri pastda mana aytayapti-ku, so'zga ixtilof qismi bo'lmaydi deb. Biz hozir to'g'ri yoki noto'g'ri ma'lumot ekanligini yozishimiz kerak. Yuqorida to'g'ri va noto'g'ri ma'lumotlarga ajratamiz. Agar ma'lumotlar farmonni qanday qilib farqlasa bo'ladi? Boshqadan. Farmoyish va farmonni qanday qilib farqlasa bo'ladi? Bayonnoma tuzilgan paytda reglament ham beriladimi? Reglamentni belgilab berish yig'ilish raisining vazifasiga kiradi. Agar yig'ilish raisi reglamentni to'g'ri belgilab bermasa, yig'ilishimiz ortiqcha cho'zilib ketishi, xodimlarni zeriktirish holatlariga olib kelishi mumkin. Ustoz, mana bugungi darsda bildirgi va bildirishnoma so'zlariga to'xtalib o'tdik. Hujjatlarni yozishda bildirgi deb hozirgi kungacha ko'p o'zimiz tashkilotlarga omad tarzida qo'llashni o'rganib oldik. Rahmat sizga.